Assalomu alaykum aziz o'rtoqlarim, aziz podpischiklarim. Yana nima qilib o'chib qolyapti telefonim. Korzinkadaman kanalda bugun 5-avgust chorshanba 4:30 o'qiyapti obeddan keyin. Ozgina nima mana birinchi marta nima qilyapman. Korzinka bunday qilib yetalayapman. Nima udobni bo'lsin deb. Xo'p. Baxtli taqdir bo'ling. Birinchi marta korzinka olishim O'zbekistonda. Tak. Botta esa nima sansoylar. Kolbasa, sosiskalar, mayonezlar va narxlari 25.500, 11.000. Men nima olaman? Sansoylar. Smetana olaman. Va skvatga. Oy. Korzinka neudobno-da yurgani. Shuning uchun oyim kelmaydi. Mana. Tak, 3 ta narsani oldim. Endi orqadagini o'qiymiz. Pripravalar paka bor. Bismillahirrohmanirrohim. Mana za kanaldagi korzinkadaman. Nima zernistaya garchitsa ekan bu. 27.000. Achchiq bo'ladi men yerdim. Mana narxlari. Mana spagetti 20.000. Oy. Makaron. Yeyish neudobno da bu. Makaron ham olaman, faqat qayerda edi makaron? Boshqa tarafda. Hayır. Mana. Go'shtlar zamorоженный bular bo'lmaydi. Ma'murdan olish kerak. Ay jonim. Biz nimaga sho'rvaga olishimiz kerak. Tak, suvakli qaysi bir ekan? 115.000 shekilli suvakliga. Ha. Qani go'shtlar, shashlik qilasizlar. Mana narxlar ko'rsatib qo'yay, aziz o'rtoqlarim. Bol rosto degan ekan, yumshoq joylarda bular. Mana garchitsalar ko'payib ketdi. Ay. Yana nimalar bor ko'rsatib turaman. Mana 14.900, 15.000 pashsi, necha litr? 1,5 litr Coca-Colalar. Ko'tar deyapti. Narsa olsin, keyin ko'taradi. Ay jonim. Qo'rqma. Doktorlarga o'xshayapman, qo'rqma. Ay jonim, bu sen shirin busiz, qo'rqma menda. Mana suvlar qaysi suvcha? Ana bunu qovurg'ami yoningizdagi 115 mol go'shti. Sho'rvaga-da, to'g'rimi? Ha, 2 dona undan qiling-da. Shu o'rtadagi yozuvni pastidagi. Jan yog'liq basmish qilib, ha. Beraver 2 dona yog'sizroq. Ha. Ha. O ashnargis tuzirokmi? Yog'sizmi o'sha? Qaysi bir yog'siz? Ha, u yog'liq ekan, ha? Ha, ashundan 2 ta, keyin ha, o'shan ha, maydarasa bo'ladi. Ha. Mana nima ekan? Bu ham yog' ekan. Sabuko muzlatilgan ekan. Unochi boldir. Ana narxlar ko'raylik. So'kum mana 160. Mana 160. Mana shapoq. Tak. Mana
166 u yumshoq joyi. Anu nima ham yaxshi. Boldir bor, undan ham 2 dona. Ana. Necha kilo? 972 gram. Ha. Keyin boldirdan ham 2 dona. 160 ming bor. Qattiqmi? Yumshoq qaysi biri? Anu yumshoq qattiqmi boldir deganingiz? O'tgan safar yumshoq edi. Ha? Qattiqmi? O'tgan safar olsam yumshoq-u. O'tgan safar yumshoq edi yo'sa. Pay degani nima? Ha. Sho'rvaga-da 2 soat qaynatiladi sho'rva. Mana u yaxshimi, u yaxshimi? Narxlar bir xil. Qolib ketadi. Ha, 2 dona. O'rtadagi svejroqqa o'xshab ko'rinyapti. Yo, svetdanmi? O'rtadagi. Ha, bitta. Ha, to'ppa-to'g'ri baxshimisiz? Ha. Tak. Mana buni narxi 112 mingmi, shunaqa bo'ldi. Почти 1 kilo 970 gram va bu necha gram chiqdi? Ha, 550. Ha, yarim kilo почти. Ana ikkosini qo'shib qaynatma sho'rva bo'ladi. Jambil qo'shsa vashi gapirib yuboradi. Mana, hop, rahmat. Ketdi. Ana, aziz o'rtoqlarim, endi makaron. Barilla bormiki? Barilla makaron. Mana. Mana makaroshkalar Mahmud ekan. 16500 barillalar. 73 men tug'ilgan yilim 73. Mana. 700 gram. 450 gram. Ni hao. Boshqa so'z bilmayman, faqat ni hao bilaman. Xitoycha privet degani. Ha. Ashbarilla paka bitta yetadi. Periyasdan oldim. 73-nomer. Men tug'ilgan yilim bo'lgani uchun oldim. Tak, go'sht oldim. Endi nima? Aktiviya. Ha, smetana olamiz. Smetana bu tarafda. Mana dashiraklar 10 mingdan. Narxlari barilla 16500. Yaxshi, arzon. $1,5 yaqin. Mana chechevitsa 16 ming. 900 gram, to'g'rimi? Ha, 900 gram. Basmati paka bor. Hozir ko'tara olmayman-da. Bitta paket bor. Ya'ni haftaga olinadi basmati zapaskaga. Mana perlovka ham 16900 gram. Hammasi 900 gramdan. Shakar 12500 mana 1 kilosi. Novot 19000 ona, короче. Mana tog' go'shtlar ko'rsatib qo'yay. 40000 короче, mana tog' go'shtlar. 7000. Ay. 46000. File. Nima edi? Mayonezlar, mana barilla oldim. Ha, 18000 ekan barilla. Ay, 40000 deb qo'yibdi. Nimaga bu 40000? Ha, sous 40000 ekan, mana. Yo'q, bu ham bas. Sous. Meksikacha sous. Qattiq ekan sous. Qattiq qo'yib, chunki nima 40000 deb hech kim olmay qo'yadi. Makaronni 18000 makaron. Barilla. Aktiviya.
Mana bular svejiy baskana. Farq bo'pti rangi. Vatta smetanasi bemaza. Bu tushlash nima olish kerak? Prezident smetana bor-ku nimaniki? Ay. Mo'ray ko'rsataymi? Qozog'istonning prezident smetanasi shirin. Rossiyskiga o'xshaydi. Miratorg nagitsi kurinniya. Qovurib yegani. Ha, sho'rva qilamiz va. Sho'rva yaxshi undan ko'ra. Bu shirinlik bu tarafga o'tibdi mana. Shirinliklari oldin boshqa tarafdan edi. Mana $10 step. 300 ming mana tushib qopti 300 ming. Ozgina ol, 100 gram 30 mingga probaga. Ritter Sport haqiqiy shokolad. Ay, qatga nima qilaman? Ana. Qatga uni qo'yib tursam o'chib qolyapti-da. Qani sotuvchi yo'qmi? Ay. Paket olyapman mana. Bitta qo'limda telefon bo'lgani uchun. Ritter Sportda mana 300 ming so'm ekan, narxi tushib 400 ming edi. Probaga 200 gram olib ko'ray deyapman, ajdodlarim. Bu toza shokolad. Ay. Hammasi bir xilmikan? Pechenyali ekan bu. Marsipan, sirli ekan. Alpiskoye молоко. Ha, molokoni yaxshi ko'raman. Yashilchi. Ay. Mana yashili. Yashilni o'qiylik. Лесной орех. Yong'oqli, молочный shokolad. Sarig'i nima ekan sarig'i? Kukuruzniy xlopya. Yo'q, yomon ko'raman. Boshqa qanaqa qirmizi rang oldimmi? Qirmizi rang. Marsipan sir degani, ko'ki yaxshi. Alpiskoye молоко, klassический shokolad молочный. Probaga olamiz, keyin aytib ko'raman shirinmi, bemazami. Bunda nima palma maslasi yo'q ekanda buni. O'shancha qimmat Ritter Sport. Germaniyanikimi shunaqa, to'g'rimi? Shokolad молочный, ореховый deserti bor ekan. Mana bu Alpiskoye молоко ko'proq olyapman. Yashil. Лесной орех, shokolad молочный. Endi 100 gram bo'ldi shekilli. Kukuruzniy xlopya yaxshi emas, yoqtirmayman. Alpiskoye молоко, shokolad молочный. Ay. Ha, qalasiz, yaxshimisiz? Insonsiz. O'z yozib qo'yayotgan-chi nima-nimaligini. Kukuruzniy xlopya, qarang, rost ham shunaqami narxi? 400 mingda, to'g'rimi? Tushib qopti. Opajon, bugun oxirgi kunim. Biz Ay, ulgibman ha, oxirgi kuniga mana bugun ulgib olinglar. Mana хрустящий pechenye. Har hafta almashadi, har chorshanba, payshanba ertalab, chorshanba kechqurungacha amal qiladi. Ha, bugun hozir amal qiladi olsan? Albatta, kechqurun 12 dan keyin. Ha, 200 gramni olsam, qani o'lchab beraylik-chi. Qani necha gram bo'ldi ekan? Bu aksiyami deyapti. 190 gram bo'ldi. Ha, yana bitta qilsam 200 bo'ladimi? Bemalol opajon olavering. Mana. 100 mingga skidka bo'pti. Shokoladniy desert debdi. Ana, necha? 208 gram bo'ldi. Ha, 62 ming. Davay. Ha, beravering. Necha pulli bo'ldi o'sha? Qanchalik bo'ldi? 210 gram bo'ldi, 63 mingga почти. 62,5 ming. Mana probaga olyapman. Maqtovraman, o'zim ham yeb ko'ray. Chunki bunda palma masla yo'q deyshadi. Nima?
Hormang, qalaysiz asalim? Yaxshimisiz? Eslomisiz? Ashuni olib qo'yardim probaga. O'zim maqturaman, o'zim olmayman. Kech payt bo'lib odamlar ko'payapti ishdan chiqib. Voy. Mana bular donasi 8300. Ay. Smetana, bizni smetanamiz. Mana. Prezident smetana bu tarafda ekan. Mana odamlar ko'payib ketibdi. İnşallah sroki yaxshidir. Mana 15-avgust bugun hali bor 15-avgust. Ay, varyanga olishim kerak. Batga uncha kelmaganimcha batni bilmayman. Balki mana orqadagi sal nimarmikin? Orqadagi. Yo bir xil ekan 15-avgust hammasi. Mana 25.000 400 gram $2. Mana shu turishi. Rosa shirin, rossiyskiy nimaga o'xshaydi? Qozog'istondagi smetana. Sho'rvaga qo'shib va kartoshka bor, piyoz bor. Go'sht oldim. Shu, borib nima, qaynatma sho'rva qilib qo'yamiz. Ay, yozuvda nima debman? Aksiya bor bu yerda. Baton non olishim kerak. Hozir. Baton nonni yaxshi ko'raman. Mana haligi nima, Qo'qonda baton noni bor-u. Benazir degan. Ay, bu yangi chiqibdi. Buni olib ko'raymikin. Mana. Yangi chiqdi bu. Olib ko'raylik, mana 7,5 ming ekan. Probaga olib kelay. Benazir Qo'qondagi cho'ta ko'rinmayapti. Reklama qilganlarim hammasi sotilib ketyapti ishga. Mana 7,5 ming 4-da chiqdi. Hech bo'ldi. Mana. Hozir aksiya. Kattalari yo'q ekan. Ular shirinliklar. Qanchaga yuribsiz? 27 ming. Mana 32 ming короче aksiya. Mazza. Boshqa xili ham bormikan? Yo bitta mashimi? Hozircha shu. Mash xolasa, nima ekan oti? Pishvarenye, hay. Qarang, mochi, bu boshqa danosh. O'zbekistondagi bu narx qanaqa? Kichkinasidan bor ekan, aksiyani. Ha. Har xillari. Mana ay danonga yopishib qo'yapman yana. Bitta mashi bor, mana ananas. Marochi. Bu vishnya. Ha, bitta vishnya olamiz. Bering buni ham. Bemazami bu? Yo'q. Ha. Ben olmaysizmikin? Mana bu. Imon smorодинamiz. Ha. Ichdi yuzadi. Reajenka qatta edi? 4%li. Samarqandniki. Reajenka? Ha. 4%li. Mana reajenka. Mana shu. Srokli yaxshimikan? Sroki. Ko'rinyaptimi? Ay. Sroki nechi? Rosa mayda manka. 21.07'da chiqqan ekan. 21-iyunda. Nedami? Nedami? Voy. Necha kun turar ekan? Ha, bu orqadagini bering, qiyshiq ekan u. Ana, qiyshiqmasin. Bo'ldi. Ag'iga ahamiyat bermasdan hozir. Mana matga qo'yamiz. Faqat pomidor ezilib ketmasin. Hop, rahmat. Yozuvga qarang yana. Ay, smetana
prokladkalar. Ay, o'tib nari tarafga. Mana karpuzlar. İçimlik ham. Persil, always, gazga falga, lampochka bo'ldi. Mana narxlari 15 ming. Yozmabdi. Kattasi 28 ming. Oy. Men esa always'lar olaman. Faqat u bir tarafda always. Always'lar qatta bu tarafda. Persil parashutlar. Tamam. Mana bayroqchalar qo'yib qo'yishibdi. Voy, ashunda sal neudobno-da korzinkada yurish o'shanga. Mayli. Zato nima? Og'ir bo'lib ketmaydi qo'lim. Persil. Parashut nerede? Ha, marktaki. Always. Coca-Cola. Narxi 48 ming. Persil ger, gazga falga. Yaxshi ham yozib olaman, bo'lmasam esimdan chiqib qoladi. Shunchalar. Nimaga kecha oldim, nimadan optimda. Gazga falga. Nima orqamdan yuribdi u bola? Ta, gazga falga nerede? Demak, siz aytmoqchimanlar, bittasi yumshoqroqqa, bittasi agar siz Mana persil. qalin bo'lgani uchun buni qisqa ushlab turishni plyus qilasiz. Shuni ham olib ko'ring, masalan, tushuntirgan. Ochyapti. 10 dollar, 128 ming. Og'irroq o'xshadi. Qo'yavering, necha litrga 2.45. Mana aksiya basga mayli olavering. Mana bular 22 ming. Kraskalar. Falga. Qatta turardi falga, batkini bilmam-da. Ana gazga falga qatta bo'ladi, gazga falga gaz uchun. Mana topdim. Ha. Mana 11 mingdan 2 dona olaman, ha. Ana qalinda bu, nimada ham bor, optimda bor, ular ingichkaroq, bular qalinroq. Tak, endi lampochka. Katta akva lampochkalar. Ha, shu to'g'ri kepman. Mana o'tgancha kelmaganimga bilavermayman. O'rganaman sekin asta. Durasellar 24 mingga. Men 20 ga oldim, kecha nimadan. Bular tozalar shekilli-da. Duraselda kichkinasi yo'q ekanmi? 5-30%. Nimaga? Pultlarga, televizorga. Televizorga ham? Ha, qalaysiz nimaga? Gapim bor edi. Siz kartani yo'qotib qo'ying, hali klikimda qolib, agar narx oladigan bo'lsangiz 30 ming to'laversam, narx berasiz. Tushunmayapman. Narxlaringizni narx pulga olsangiz, Naqdga olmayman, pulim yo'q-da. Karta meniki ham. Ha. Xo'p, mayli. Ay, mana
so'rab olish kerak. Pultga bo'ladimi? Pultga bo'ladimi bu? Kimdan so'rayman? Ha. Bu pultga bo'ladimi? Pultlarga, televizorda pultlargami? Mayda? Xo'p, rahmat. Mana qaranglar, 11500. Mashinadan kichkinasini olib qo'yaver. Yo, 2 donasi 11500 shekilli bular. Necha donasi? Yo, 1 donasiniki. Ha, 22 mingmi shu bo'ladi-da bo'lmasa. Ay, tushib ketmasin. Ta endi lampochka olib qo'yay har ehtimolga. Так. Lampochka, akfa lampochkalar. Narxlari 16 ming. 7 voltligi. Bo'ldi mana. Ay. Bu soatga, уже oldim soatga. Mana 20 mingga oldim, hatta 24 mingga xolos. Tak, mana 12lik slishkim ko'pgina. 10ligini olaymikan, 7ligini olaymikan. 7lig ham yaxshi, normali, slishkim nima yarki bo'lmaydi. Mana kichkinasi ham bor ekan. Duracell. Mana. Bu narxi qanaqa? Nimaga baqa qo'yib qo'yishibdi buni? Tamam, 24 ming. Televizorga olib qo'yaver. Duracell. Va lampochka bitta oldim, 7lik va yana bitta olaman, 7lik. Nimaroq bo'ladi? Ekonomiya 10ligidan bitta olayman, 17 mingdan. 10ligi. Mana. Mana bitta olayman. 28. Rosa uzun bo'lib ketdi videolarim. Mana 3 ta olaverdim. Bitta 17 minglikda, bitta 16 minglikda. 7ligi bor, 10ligi bor. 12si ishkim yarki. 20 ming 12ligi. Tak, nima qilamiz endi? Bo'ldi, o kadar ketdik. Endi bularni narxlarini bilishimiz kerak. Hozir to'xtanglar. Kecha Darling oldim, nimaga? 4 mingdan oldim sentrda. Ishig'imga 4 mingdan, bitta 5 mingdan ekan. 5 mingdan ekan, men 4 mingdan oldim. Mana idish tovoqlar nimasi narxlari 23 ming donasi. Nimalarda 20 ming, ha? Bozorlarda. Ketdi. Bunaqa oldim. Prujinali. Bo'ldi, endi qanday qilib ko'tarmaman bularni. Taksida ketamizda. Odamlar ashuncha. Уже kech bo'ldi-da soat. Ay, telefonim qaqa qo'ydim. Ay, nari telefonim nima ekan, chiqdi. Mana уже nima maktabga принадлежностьlar. Обложкалар. 50 tasi 19 ming. Daftarga обложкалар. Цветной karton. Har xil ruchkalar. Ruchkalar bor faqat. Shu yerda turaveramiz. Ush 5 bo'layotgandir, ha, 5 bo'ldi. 5 bo'ldi chunki 4,5 kelgandim. Yarim soat bo'lyapti olayotganimga. Va narxlar bilamiz, aziz o'rtoqlarim, aziz podpishchiklarim. Qiziqasizlar, bilaman.
Mana Zakanaldagi Kardinkadaman. 5-avgust chorshanba. 5 bo'ldi soat. Mana marujna narxi 20 ming. Erib ketadi. Ana Karzinka birinchi marta bunaqa qilib ko'tarib yurishim ertalab. Baxtli taxtli bo'linglar. Sekin qo'shishni boshlayapman. Bismillahirrohmanirrohim. Ay, yordam berishmas ekan qo'ygani. Birinchi og'irlarni qilamiz. Ana. Batareyka. Soat nima? Kechroq ishlayapti. Narxlar ko'rsataman, keyin o'chiraman. Ay, og'irlarni boshiga qo'ysaga. Nima, mashina olganim, keyin raspakowka qilmayman uyda. Bu amaniki nima? Bonusli kartalar. Birinchi og'irlarni qo'yaylik. Mana olgan narsalarim. Pomidor oxirida ezilib ketmasin. Aksiya boshiga, chunki og'ir bunlar. Haligi Ritter Sport maqtagani va daftar. 20 ming shunaqa prujinali daftar. Endi mana shu olganlarim hozir narx ko'rsatamiz. Yaxshimisizlar? Sho'rva qilaman, xudo xohlasa. Qaynatma sho'rva. Gazga qaytar. Отнимаем 150, сколько это? Перевод можно? 142. Перевод можно? У вас какая там можно попробовать? Mana, bak, короче, Zakanaldagi Karzinkadaman. Soat 5 bo'ldi, короче. Odamlar ko'payadi nimada? Ishdan chiqishadi. Ishchinomasi opa, ishchi xodimlarni kamera olish mumkinmi? Xo'p bo'ladi. Ana buni naqd pul so'rayapti. Men tushunmadim. Naqd pul so'rayapti. Mana buni. Ha. Kartochka so'rayapsiz, naqd pul topdingizmi? Ha, tamam. Ha, mana narsalarni olay, mana qiziqishadi. Nimalar olyapman? Raspakowka qilmayman chunki charchab qolaman uyga borgunimcha. Qasolga turishing. Aka, paketga solish turib. Ha, mana oq paketni olamiz. Mana oq paketga. Qanaqa sottiraymi? Netga turib olsangiz, bu beradi. Qasolga turadi. Mana. Shuni solib turadi. Ay. Anu Jannat Nozon ro'parasidan kartochka bormi shularni yozib qo'yibdi. Yo'q, batni reklama. Jannat Nozon tekstil yo'lida. A, batmi? Buni qilib tekstil yo'lga qo'yib qo'yibdi. Ya'ni ochildi debman. Qo'ysoyda ham ochildimi? Qachon ochildi? Batishlar yozdi. Qo'ysoyda ochildi deb. Ha, ancha bo'ldi. Sentrdadimi? Qo'ysoyga bormaganman. Zo'rod ekan Qo'ysoyda. Sentrda bosgan. Sentrda. Ha. Nima zararmi? Zo'r. Mana nima edi bat? Zakanal 5-avgust 5 dan o'tyapti. Chorshanba. Mana.
narsalar. Kartochkam qo'yib qo'ying, nima? Esimdan chiqib qolmasin. Qora paketimga solaman baribir ham. Ay. Har 3 daqiqada nima bo'lyapti? Qorayib bo'lyapti telefonim. Ha, eng ustiga pomidor ezilib ketmasin. Mana itogomi mana shu? Itogo 77. Hozir mana 779.130 so'm. Ha, davay. Ay, Hepsini urildi mana opachim. bo'pti, hol mana o'z kartochka beraman. Bo'pti, aziz o'rtoqlarim, ko'rishguncha, bay bay. 778 necha dollarga 60 dollarmish. 60 dollar. Ha, mana 60 dollar. Bo'pti, mayli, ko'rishguncha, bay bay.